Ranch News qisqa tanaffusdan so'ng yana efirda. Urganchda yoshlar ko'li qayta quriladi. Ranch universitetida Navro'z bayramiga bag'ishlangan sport musobaqalari start olmoqda. Telegram asoschisi Pavel Durov 1 yil ichida boyligining yarmidan ko'pini yo'qotdi. Xorazm Buxorodan ochko bilan qaytdi. Gandbolchi qizlar chempionatini g'alaba bilan boshlashdi. Assalomu alaykum. Ranch News qisqa tanaffusdan so'ng yana efirda. Urganchda yoshlar ko'li qayta quriladi. Ranch universitetida Navro'z bayramiga bag'ishlangan sport musobaqalari start olmoqda. Durov boyligining yarmidan ko'pini yo'qotdi. Telegram asoschisi Pavel Durov 1 yil ichida boyligining yarmidan ko'pini yo'qotdi. Forbes nashri xabar berishicha, Durovning boyligi 2025-yilda 2,6 baravarga kamaygan va hozirda uning boyligi 6,6 milliard dollarga baholanmoqda. O'zbekistonda o'quv markazlari uyushmasi tashkil etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev yosh tadbirkorlarning bu boradagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatladi. Mazkur uyushmaga a'zo bo'lgan xususiy o'quv markazlariga binosini ijaraga bergan tadbirkorlar ijaradan olinadigan daromad va foyda solig'ini to'lashdan ozod etiladi. Bunday markazlarning o'qituvchilari Yoshlar ishlari agentligi hisobidan AQSh, Buyuk Britaniya, Singapur, Yaponiya kabi ilg'or ta'lim markazlariga stajirovkaga yuborilishi yo'lga qo'yiladi. Urganchda yoshlar ko'li dam olish maskani tubdan yangilanadi. Mashhur dam olish maskanlaridan biri yoshlar ko'li hududi rekonstruksiya qilinishi rejalashtirilmoqda. Ma'lum qilinishicha, rekonstruksiya jarayonida dam olish maskanlari infratuzilmasi to'liq yangilanib, zamonaviy talablar asosida qayta shakllantiriladi. Xususan, ko'l o'rtasida joylashgan orol bilan bog'lovchi yana bir yangi ko'prik barpo etilishi rejalashtirilgan. Bu esa dam oluvchilarga orolga yanada qulay va xavfsiz yetib borish imkonini yaratadi. Loyiha doirasida hududda musiqali favvora, zamonaviy restoran, keng avtoturargohlar, shuningdek piyodalar va velosipedlar uchun alohida yo'laklar qurilishi ko'zda tutilgan. Rekonstruksiya ishlari tugallangach, yoshlar ko'li dam olish maskani butunlay yangi qiyofa kasb etishi kutilmoqda. Xorazm Buxorodan ochko bilan qaytdi. O'zbekiston Superligasining 3-tur doirasida Buxoro va Xorazm jamoalari o'rtasidagi uchrashuvi 1-1 hisobida durang natija bilan yakunlandi. Har ikki jamoa 1 ochkodan qo'lga kiritishdi. Hozirda viloyatimiz jamoasi Superligasida 4 ochkoga ega. Xorazm futbol jamoasiga keyingi turlarda omad tilab qolamiz. Endi esa navbatni Ranch universiteti yangiliklariga beramiz. Ranch universitetida Navro'z umumxalq bayramiga bag'ishlangan sport musobaqalari boshlanmoqda. Talabalar o'rtasida quyidagi sport turlari bo'yicha bellashuvlar o'tkaziladi. Yengil atletika 13-mart soat 12:00 da Yoshlik sport majmuasi, stol tennisi 16-mart soat 10:00 da Ranch sport zali, shaxmat va shashka 17-mart soat 10:00 Ranch ma'naviyat xonasi, futbol 18-mart soat 10:00 da Ranch sport maydoni, yigitlar orasida voleybol 18-mart soat 10:00 da Ranch sport zali, kurash 19-mart soat 10:00 da Ranch sport zali. Barchani musobaqada faol ishtirok etishlariga chorlab qolamiz. Gandbolchi qizlar chempionatini g'alaba bilan boshlashdi. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi hamda Gandbol federatsiyasining U20 o'g'il bolalar va qizlar jamoalari o'rtasidagi gandbol bo'yicha O'zbekiston chempionatining 2026-yilgi birinchi davra o'yinlari boshlandi. Joriy yilgi chempionatning qizlar birinchiligidagi 8 ta jamoa davraviy tizimda o'zaro kurash bahslashdilar. Termiz shahridagi Surxon Arena sport majmuasida o'tayotgan musobaqada qizlar birinchiligi Xorazm viloyati sharafini himoya qildilar. Urganch Ranch jamoasi ilk o'yinda g'alaba qozondi. Jamoamiz birinchi turda Qoraqalpog'iston Respublikasi vakillari ustidan 35-30 hisobida g'alaba qozonishdi. Gandbolchi qizlarimizga kelgusi o'yinlarda omad tilab qolamiz. Eng yaxshi kitobxon talaba. Yoshlar orasida kitobxonlikni rivojlantirish, talabalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish, adabiyot, badiiy asar orqali ularning ma'naviyatini oshirish, dunyoqarashini kengaytirish maqsadida O'zbek tili va adabiyot kafedrasida tashkil etilgan eng yaxshi kitobxon talaba ko'rik tanloviga barcha talabalarimizni taklif qilamiz. Tanlov shartlari: birinchi bosqichda belgilangan asar yuzasidan 50 ta test savollari, ikkinchi bosqichda
bosqichda test sinovlaridan yuqori natija qayd etgan talabalar tezkor savol-javoblardan o'tadilar. Mart oyi uchun mo'ljallangan Abdulla Qahhorning Sarob romani yuzasidan bo'lib o'tadigan test sinovlari 24-mart kuni soat 10:00 dan boshlab dars yakuniga qadar o'tkaziladi. Zakovatning qishki mavsumi yakunlandi. Ranch universitetida Zakovat intellektual o'yinlarining qishki mavsumi final bahslari bo'lib o'tdi. Finalda jami 10 ta jamoa tarkibida 60 nafardan ziyod talaba yoshlar faol ishtirok etib, o'z bilimlarini, topqirliklarini hamda mantiqiy tafakkur salohiyatlarini yana bir bor namoyon etdilar. Qishki mavsum yakuniy natijalariga ko'ra Monopol jamoasi 71 ball bilan birinchi o'rin, Anonymous jamoasi 63 ball bilan ikkinchi o'rin, Mira jamoasi esa 62 ball bilan 3-o'rinni qo'lga kiritishdi. 8 tur davomida jami 29 ta jamoa ro'yxatdan o'tib, o'yinlarda faol ishtirok etishdi. Barcha tur bahslarda 600 nafarga yaqin talaba yoshlar faol ishtirok etishdi. Mavsum yakunlanishi bilan bahorgi mavsumga ham start berildi. Qo'shimcha ma'lumotlar olish va jamoalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limiga murojaat qiling. Eslatib o'tamiz, Zakovat o'yinlari har seshanba kuni soat 12:00 da 034-B xonada bo'lib o'tadi. Barchangizni faol ishtirok etishga chorlab qolamiz. Talabalik bu faqat zerikarli ma'ruzalar, ketma-ket tadbirlar yoki imtihonlardan iborat davr emas. Bu hayotning eng rang-barang, eng esda qolarli qismi. Aynan shu yerlarda siz yangi insonlar bilan tanishasiz, o'zingizni qaytadan kashf qilasiz va butun umrlik do'stlarga ega bo'lasiz. Talabalik davri haqida dunyo tan olgan quyidagi filmlar sizga zavq bag'ishlashi aniq. Uch savdoyi, ta'lim tizimiga boshqacha nazar bilan qarashga undovchi hikoya. Film muvaffaqiyat ortidan quvma, bilim ortidan quv. Shunda muvaffaqiyat o'zi seni quvib keladi deya eslatadi. Zakovatli Will Hunting oddiy farrosh bo'lib ishlayotgan yigitning g'ayrioddiy matematik iste'dod va o'z qadriyatlarini anglash sari ichki salohiyat haqida ta'sirli hikoya. Ijtimoiy tarmoq, talabalar yotoqxonasida boshlangan oddiy g'oya qanday qilib butun dunyoga mashhur tarmoqqa aylanganini ko'rsatuvchi film. O'lik shoirlar jamiyati talabalarga erkin fikrlash, hayotga boshqacha qarashni o'rgatadigan, qalbga chuqur ta'sir qiladigan film. Viplash, orzu qilgan cho'qqiga chiqish uchun tinimsiz mehnat, qat'iyat va o'z chegaralarini yengib o'tish haqida hikoya qiluvchi kuchli drama. Bu filmlar sizga nafaqat talabalik hayotini ko'rsatib beradi, balki yangi ilhom ham ulashishi mumkin. Barchangizga yoqimli tomosha tilaymiz. Shu bilan Ranch News'ning bugungi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi sonlarda yanada qiziqarli va muhim yangiliklar bilan ko'rishguncha, xayr.